Xiaomi aslida telefon ishlab chiqaruvchi kompaniya emas, lekin hozir uy jihozlari, televizorlar, smart gadjetlar, hatto elektrokar ham ishlab chiqaryapti. Nima deb o'ylaysiz? Ular bunga qanday qilib erishdi? 2010-yilda Xiaomi telefon emas, balki operatsion tizim MIUI ishlab chiqargan kompaniya edi. MIUI shu qadar tez mashhur bo'ldiki, kompaniya keyinchalik o'z telefonini ishlab chiqarishga qaror qiladi. Ularning asosiy strategiyasi narxi past, sifat yuqori, foydani xizmatdan olish bo'lgan. Xiaomi telefonlarini deyarli foydasiz narxda sotdi. Daromadni esa ekotizimdan oldi. Smart uy jihozlari, gadjetlar, xizmatlar va ilovalar, qurilma ichidagi reklamalar. Shu strategiya ularni jadal o'stirdi. Xiaomi barcha mahsulotlarini o'zi ishlab chiqaradimi? Yo'q. Ko'pchilik bilmaydi. Xiaomi o'zi hamma narsani ishlab chiqarmaydi. Ularning asosiy kuchi dizayn, ekotizim, brending hisoblanadi. Ishlab chiqarishda esa Foxconn, BYD Electronics, Vintage, boshqa yirik OEM zavodlarga beradi. Demak, Xiaomi outsourcing modeli bo'yicha ishlaydigan global brend hisoblanadi. Smart uy ekotizimi esa ularni portlatdi. Bugun Xiaomi'da 200 dan ortiq turdagi mahsulot bor. Changyutgich, televizor, echki qo'ng'irog'i, kameralar, purifikator, skuterlar. Bularning 80% ni Xiaomi'ning o'zi ishlab chiqarmaydi. Hamkor zavodlar ishlab chiqaradi. Xiaomi esa dizayn, standart, brend, marketing beradi. Shuning uchun ular telefonchi kompaniyadan global texnologiyalar ekotizimiga aylangan. 2024-yilda Xiaomi o'zini Suv 7 elektromobilini chiqardi. Hali sotuvga chiqmay turib, rekord darajada predzakaz olgan. Bu butun strategiyaning cho'qqisi hisoblanadi. Yana sizga qanaqa mavzular qiziq? Izohlarda yozib qoldiring. Biz albatta video tayyorlaymiz.